Assalomu alaykum. Siz Buxoroda yashayotgan bo'lsangiz va hozirda shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz ishonch tomonidan eng qimmatbaho ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ishonch do'konlari bu oddiygina texnika xarid qiladigan do'kon emas. Bu bir mahsulot xarid qilib ko'plab sovg'alarga ega bo'lishingiz mumkin bo'lgan joydir. Bugundan boshlab, ya'ni 25-iyundan 31-dekabrgacha Buxoro viloyati ishonch do'konlariga tashrif buyuring hamda xaridingizni amalga oshirib Damas yoki Dubayga sayohat chiptasini yutib olish imkoniyatini biz sizga hozir tushuntirib beramiz. Qani boshladik. Shu joyda bir muhim gapni aytib o'taman. Ishonch do'konlariga tashrif buyurib, barcha maishiy texnikalarni va mebellarni o'zini narxini 12 oyga ustamalarsiz va boshlang'ich to'lovsiz xarid qilsangiz bo'ladi. Bu aksiyamiz 25-iyun kuni. To'g'rimi, Sabin? Xuddi shunday. Qolaversa, tillalarimizning ham grammi 1,50,000 so'mdan videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, ishonch do'koniga tashrif buyuring va aksiyamizdan unumli foydalanib qoling. Konkurs qoidalariga qaytadigan bo'lsak, konkurs qoidalari juda oddiy. Buxoro hududidagi xohlagan ishonch do'koniga tashrif buyurib, har 5 million so'm qilgan xaridingiz uchun kafolatlangan bitta chipta olib ketishingiz mumkin. Muhim eslatma, chiptalar chop etilmaydi. Qilgan shartnomangizdan so'ng o'z chiptangizni SMS xabarnoma orqali qabul qila olishingiz mumkin. Endi eng qiziq qismiga ham yetib keldik. Har bitta bosqichda nima yutib olish mumkinligini eshiting va hayron qoling. Har bir bosqichda o'ynaladigan sovg'alar bu: bitta Damas avtomobili, bitta xorijga sayohat, 3 ta 500 minglik voucher, bitta smartfon, 2 ta changyutgich, bitta televizor, 2 ta yarim avtomat kir yuvish mashinasi, 2 ta gaz plita va 2 ta mini pech. Bu sovg'alar 6 ta bosqich uchun, ya'ni 6 ta Damas, 6 ta Dubayga sayohat va 18 ta voucher. Undan tashqari juda ko'plab sovg'alar mavjud. Eng muhim savolga keladigan bo'lsak, g'oliblar qachon aniqlanadi? Bemalol quyidagi jadvalda ko'rib olishlaringiz mumkin. Konkurs 6 bosqichda o'tkaziladi va har bosqichda g'oliblar randomizer orqali, ya'ni mutlaqo tasodifan tarzda do'konlarda offlayn aniqlanadi. Bir narsani eslatib o'tishim kerakki, bu konkursimiz faqatgina Buxoro hududidagi ishonch do'konlarida amal qiladi. 6 million so'mgacha xaridni amalga oshiring va Damas avtomobilini yutib oling. Barchangizni Buxorodagi ishonch do'konida kutib qolamiz.